Professional Jolis firmasi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishibdi. Bugun firmadan menga tashlab ketishuvdi, ishlatib ko'rdim. Haqiqatan ham juda ham zo'r ekan. Aytishganicha bor ekan. Mana bu dozatori mana bu qo'yilib ishlatilinadi. Shunda shampun chiqishi ham oson bo'ladi. Bu shampun 1 litrli qizlarjonlar, 1 litr anchaga yetadi. Oilaviy ishlatsanglar ham ancha vaqt ishlatasizlar, chunki o'zim foydalanib ko'rdim. Ozginasi ham zo'r ko'pirar ekan. Ana ko'p qo'lingizga shampun olib sochingizni yuvishingiz shart emas. Ozgina olasiz, sochingizni yuvasiz. Ana shuni o'zi bosh terisini juda ham zo'r tozalab berar ekan. Birinchi sostavlarini o'qib chiqdim. Birinchi navbatda sostavlari bilan tanishib chiqdim. Mana o'zbekchada ham yozib qo'yishgan. Sochlarni yumshatadi, sochlarga jilo beradi. Eng muhimi sulfatsiz. Bilasizlar, sulfat soch uchun zarar. Endi bunisi, bu mahsuloti eng zo'r bo'lgan mahsulot, hammaga kerak bo'lgan soch uchun termozashita. Ya'ni sochlar dazmol qilib bo'lganingizdan keyin, fen qilib bo'lganingizdan keyin sochga surib olasizlar, sochga jilo beradi, yaltiratadi. Mana bu rangsiz bo'lib qolgan sochlarni ham yaltiratib jilo berib qo'yar ekan. Juda ham zo'r mahsulot, hammaga ishlatib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Shampunini qaranglar, kattaligini 1 litrli qilib chiqarishgan. Mana bunisi ham ozginasini o'zi yetadi. Bu mana suyuq sprey emas ekan. Xuddi gelviy ko'rinishda ekan. Gel bo'lib chiqar ekan, sochlarga shuni surib olasizlar. Juda ham zo'r mahsulotli ekan. Ishlatib ko'rishlarini tavsiya qilaman.